Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan muloqotda yurtimizdagi 22 milliondan ziyod o'g'il-qizlar ulkan ijtimoiy-siyosiy kuch ekanini alohida ta'kidlab, barcha darajadagi rahbarlarga yoshlar loyihalarini qo'llab-quvvatlash va ularni ish bilan ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berdi. Shu maqsadda haftaning har payshanba kuni vazirlik va idoralarda yoshlar kuni deb belgilandi. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan ochiq muloqotda temir yo'l transporti sohasi rahbarlari hamda transport prokuraturasi mas'ullari bitiruvchi yoshlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Asosiy e'tibor talabalarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ularni yangi ish o'rinlariga yo'naltirish va sohada shaffoflikni ta'minlashga qaratildi. Batafsil muxbirimiz Said Akbar Mo'minov lavhasida. Bugungi kunda transport sohasi nafaqat yo'llarni tutashtiradi, balki minglab yosh mutaxassislar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Poytaxtimiz Toshkent shahrida bo'lib o'tgan rahbar va talaba yoshlar ishtirokidagi ochiq muloqot ham aynan shu maqsadga xizmat qildi. Unda asosiy e'tibor bitiruvchi yoshlarni sohada mavjud ish o'rinlariga yo'naltirish va ularni transport tizimida olib borilayotgan texnologik yangilanishlar va infratuzilmaviy loyihalar bilan tanishtirishga qaratildi. Albatta yosh kadrlarga ehtiyojimiz juda katta. Bitiruvchilar bilan qo'shimcha imtiyozlar nimada? Biz hozirgi kunda yangi loyihalar amalga oshiryapmiz. Albatta har bitta yangi loyiha bu qo'shimcha ish o'rni degan. Va mana shu ularda o'zini mintaqaviy hududlarida olib borilayotgan yangi loyihalarda yangi elektrlashtirish loyihalarimiz bor. Yangi temir yo'l qurilishlarini amalga oshiryapmiz. Bular albatta yangi kelayotgan xodimlarni tanlab olish imkoniyatini beradi. Muloqot aniq natijalar uchun maydon bo'ldi deyish mumkin. Bunyod 3-bosqich talabasi. Bugun u savollariga javob olibgina qolmay, o'zining innovatsion loyihasini soha mutasaddilariga taqdim etdi. Loyiha nafaqat ma'qullandi, balki uni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Tadbir men uchun juda zo'r o'tdi. Loyihamizni taklif qildim va o'sha O'zbekiston temir yo'llar AJ kompaniyasi raisi buni qo'llab-quvvatlash bo'yicha taklif berdilar. Loyiha asosiy maqsadi o'sha temir yo'l tagidagi ko'priklarda va temir yo'l o'tgan daryo bo'ylarida o'sha yuzalarni beton qoplama bilan qoplash. Buning oqibatida o'sha daryo bo'ylaridagi tuproq yuvilishi oldini olinadi va o'sha temir yo'l o'tgan joydagi grunt ostiga namlik o'tishidan oldin olinadi. Oliy ta'lim bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashda faqatgina imkoniyat yaratish kifoya emas. Bu jarayonda shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaviy holatlarga yo'l qo'ymaslik ham ustuvor vazifa. Shu boisdan shu kunning o'zida transport prokurori va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Yoshlarimiz bilan hozirgi prokurorimiz uchrashuvi juda qiziqarli, mazmunli savol-javoblar bilan o'tdi. Biz aytishimiz mumkinki, yoshlarimiz aynan transport prokuraturasiga ishga kirishdi, qanaqa talablari, qanaqa faoliyat yuritishlari, keyin biz bilan amaliyot o'tash tartibini so'rashdi. Aynan ishga joylashmoqchi bo'lgan bitiruvchilar uchun qanaqa imtiyozlar yoki imkoniyatlar bor? Bugun hozirgi yig'ilishdan ko'zlangan maqsadda ham o'z ustida ishlaydigan salohiyatli, o'z bilimiga ega yutuq mutaxassislarimizni kelajakda ish bilan ta'minlashda tanlov asosida o'tishi, elektron testlar orqali inson omiliga yo'l qo'ymagan holda korrupsiyadan xoli ishga qabul qilishlarini tushuntirib o'tdilar. Bu uchrashuvlar nafaqat yoshlarning bandligini ta'minlash, balki ularni turli salbiy ta'sirlardan asrash va huquqiy madaniyatini yuksaltirish uchun muhim qadam bo'ldi.